Assalomu alaykum onlayn reklama a'zolari. Sizlar bilan g'aybona yana bir bora uchrashib turganimdan nihoyatda xursandman. Bugungi temamiz yosh bolalarda uchraydigan va kattalarda ham uchraydigan yosh tanlamaydigan kasallik, qizamiq kasallik haqida suhbatlashamiz. Qizamiq kasali bo'lgan inson yosh bolalar bo'ladimi, kattalar, o'rta yoshdagilar bo'ladimi, kattalar bo'ladimi, bu kasallik yosh tanlamaydi. Qanaqa yoshda bo'lishidan qat'iy nazar o'zini alohida bir kun bir uyni o'zida qo'yish kerak, halol harom qaramash kerak, tozalik bilan qarash kerak va xonani havosini tozalab turish kerak tez va bitta xonada qo'yish kerak. Pastillari qizil bo'lishi kerak, kiyimini ham iloji boricha imkon qadar qizil kiyintirish kerak. Shu holatda hafta 10 kunda chiqib yo'q bo'lib ketadi, bemor sog'lom bo'ladi. Qanaqa holatda jiddiylashadi? O'qil dori oladigan bo'lsa jiddiylashadi, harom halol qaraydigan bo'lsa jiddiylashadi. Shu holatlarda qizamiq o'ynaydi va yora sifat bo'lib o'rni qoladi. Agar qizamiq o'ynamasa hech qanday o'rni qolmaydi. Agar o'ynaydigan bo'lsa, haram yuzi tushadigan bo'lsa, qizamiq o'ynab o'rni yora sifat bo'lib qoladi va oylarga cho'zilib ketadi. 20 kun, 1 oylarga cho'zilib ketadi. Bemorda qiynalish bo'ladi keyin. Xuddi tikon kirgandek bo'lib turadi. Qizamiq chiqsa, shuning uchun iloji bo'lsa imkon qadar o'zini alohida xonada qo'yib, o'zini uyidagi insonlardan boshqa inson ko'rmasligi kerak. Qizamiqni o'ynatmaslik kerak. Halol harom yuzi tushsa o'ynaydi. O'ynatmaslikka harakat qilish kerak va bot chiqaradigan narsalarni iste'mol qilish kerak. Ko'proq tuxum, baliq va uzum, qovun, yoz kunlari bo'lsa shaftoli, shunaqa bot ko'taradigan chaqchuqlar bot ko'taradi. Shularni iste'mol qilsa, ichkarida qolmasdan yaxshi chiqadi va qizamiq chiqqan insonlar sog'lom bo'ladi. Sog'lom, tetik bo'ladi unaqa insonlar. Chunki sunyakdan chiqadi. Sunyakdan chiqqandan keyin sunyak yengillashadi-da, inson sog'lom bo'ladi va umri uzoq bo'lishiga ham hissasi bo'ladi. Bizning Nur Aziz sog'lomlashtirish markazimizning tabiiy giyohlari, siruplari yordamida qizamiq kasaliga ham shifosi bor deb tavsiya qilaman. Bemalol kelib lechini olib, yaqinlaringizni sog'aytirishingiz mumkin deb tavsiya qilaman. Layklaringizni bosaveringlar. Yuqorgi efirlarda aytgandek, bitta laykingiz bilan muborak Allohning uyida ro'za Ramazon oyida bitta tuya so'yib 1000 ta ro'zadorga iftorlik bergan savobga qolasiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, layklaringizni bosaveringlar. Bemorlarga Allohim shifosini bersin. Sog'lom insonlar hech ham bemor bo'lmasin deb Allohdan so'rab qolamiz.